Assalomu alaykum do'stlar. Men hozir sizlarga Odnoklassnik qanday qilib ochishni o'rgataman. Okruga kiramiz. Okruga kirgandan so'ng Odnoklassnik ochishni o'rgataman. Chiqamiz. Shu holatda bo'ladi. Shu holatda login, parol yozishingiz shart emas. Ro'yxatdan o'tish bu ham shart emas. Google akkaunt, email, Facebook orqali yursangiz bo'ladi. Eng ishonarlisi Google'ga bosamiz. Google'ga bosganimizdan keyin akkauntlaringiz paydo bo'ladi. Rahmon Safarov 9gmail.com, Rahmon Safarov Rahmon 2gmail.com, vaqt qadri Safarov Rahmon gmail.com, Rahmon Safarov 266gmail.com. Mana shunga men hozir Odnoklassnik ochishni o'rgataman. Ustiga bosasiz. Keyin mana telefon ustida ishlash. O'zbek. Birinchi bo'lsa birinchi, ikkinchi bo'lsa ikkinchi, 97 man. Erkak. Davom etamiz. Ismim juda uzun ekan. Qisqartiramiz. Telefon ustasi. Okay. Davom etamiz. Mana chiqib keldi. Hurmatli tomoshabinlar. Telefon ustasi o'zbek. Mana bloger. Xohlasangiz mana Odnoklassnik tayyor. Odnoklasskga orqa fonga kartinka qo'yasiz. Xohlagan kartinkangizni qo'yasiz. Fotosuratga bossangiz o'zingiz rasmlaringiz chiqadi, shundan qo'yasiz. Odnoklassnik mana shunday ochiladi. Bilmaganlar bilib olsin. Oldingi profilimga qaytaman. Oldingi profilim Rahmon Safarov. Oldingi profilim mana. Mana shunday do'stlar. Odnoklassnik ochish.